o'tar, diydor g'animat. Qadimiy va ko'hna Turkiston muzofoti hamma davrlarda o'zidan yetishib chiqqan buyuk farzandlar bilan Turkiy va islom olamida, Mag'rib va Mashriqda dong taratgan. Ular insoniyat tamadduniga adabiy, diniy va dunyoviy ilmlari, noyob muhandislik yechimlari bilan munosib hissa qo'shganlar. Demak, qadimiy Turkiston shahri Buyuk Ipak yo'lida joylashgan bo'lib, xalqaro savdo markazi hamda turli ishbilarmon va olimlarga to'la bo'lgan qadimiy shahardir. Mana shu qadimiy Turkiston shaharida ko'm-ko'k maysazorga burkangan ko'hna Qorachiq qishlog'i bor. Bu qishloqda yashovchi oddiy dehqon Usmon ota va Manzura ona xonadoni. Bu xonadon egalari qishloqdagi obro'li insonlar qatoridan o'rin olib, 3 o'g'il va 3 qizni dunyoga keltirib, hammasini uyli-joyli, o'g'illarini uyaga, qizlarini qiyaga joylashtirgan piru badavlat otaxon va onaxonlar hisobida turadigan yaxshi insonlar edi. Mana shunday yaxshi insonlar oilasida navbati bilan 1961-yilning qish faslida, ya'ni 27-dekabr kuni to'ng'ich o'g'ildan keyingisi bo'lib, bugungi kecha qahramoni bo'lmish Muzaffar aka Umarov dunyoga keldi. Unga ota-onasi arabcha ismdan yenguvchi, g'olib, shuhratli, qadrli, qudratli, xushvaqt, erkin, ozod, orzu-havas va maqsadiga yetguvchi inson bo'lsin deya Muzaffar ismini qo'yadi. Muzaffar aka Umarov bolaligidanoq ziyrak, bilimdon, aqli raso, epchil va chaqqon bo'lib, o'z tengqurlari orasida o'zgacha edi. Har bir dunyoga kelgan norasida chaqaloq o'sib ulg'ayib, tarbiyali va bilimli bo'lishi uchun ota-ona sog'-omon o'sib, davlatga foydasi tegishini o'ylab, farzandlarini maktabga berar edi. Shular qatorida ota-onasi, ya'ni Usmon ota va Manzura ona farzandini ona qishloqdagi sobiq Pobeda o'rta maktabining 1-sinfiga 1969-yilning 1-sentyabr kuni maktab ostonasidan xatlatib o'qishga beradi. Bilimga chanqoq bola sinfdoshlari orasida a'lochi o'quvchilar qatorida yurar edi. 1980-yili Toshkent davlat universitetining filologiya bo'limiga sirtdan o'qishga kiradi va shu yili sentyabr oyida mutaxassis masalasining yetishmasligi natijasida Qorachiq qishlog'idagi 15-maktab internatiga bosh pioner vajatiy bo'lib ishga qabul qilinadi. Maktabda bosh pioner vajatiy ishlarini o'quvchilar bilan birgalikda har turli qiziqarli o'yinlar, musobaqalar uyushtirib, jamoa orasida yaxshi ko'rsatkichlari bilan ko'zga tusha boshlagan Muzaffar aka 1981-yilning kuz faslida vatanni himoya qilish va yigitlik burchini armiya safida ado etish uchun harbiy xizmatga o'z xohishi bilan yo'l oladi. Harbiy burchini Ikkinchi jahon urushidan keyingi har tomonlama rivojlanib ketgan go'zal va chiroyli Germaniya davlatining Galle shahrida o'zining tengdoshlari bilan o'taydi. 1983-yilning oltin kuz faslida harbiy xizmatdan uyiga eson-omon kelib, o'z ishini va o'qishini davom ettirib, yoshlarga ta'lim va tarbiya bera boshlaydi. Muzaffar aka Umarov maktab maskanida ishlar ekan, ish faoliyatini davom ettirib, yoshlarga ta'lim va tarbiya berib bormoqda. Jumladan 1980-yili bosh pioner vajatiy, 1984-yili tarbiyachi, 1987-yili jismoniy tarbiya o'qituvchisi, 1992-yili o'zbek va arab tili o'qituvchisi, 1996-yili mehnat fan o'qituvchisi, 1997-yili o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi, 2003-yili pedagog, psixolog, 2008-yili ijtimoiy pedagog, 2010-yili tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari xizmatini bajarib yurdi. Vaqt tezlab o'tib bormoqda. Elimizda har kuni har xil yangiliklar to'lib toshib turgan bir vaqtda, ya'ni 2015-yil 31-dekabr kuni Qorachiq umumiy o'rta maktabiga
shu maktabning ko'p yillardan beri har xil sohada ishlayotgan tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Muzaffar Umarov Turkiston shahar bilim bo'limining buyrug'i negizida maktabga direktor qilib tayinlandi. Maktabga tarbiyachi bo'lib ishga kirgan qahramonimiz Muzaffar aka Umarov direktorlik lavozimiga qadar pedagogik ish faoliyatining turli sohalarida ishlab, yoshlarga ta'lim va tarbiya berishdan tashqari, maktabning materiallik bazasini to'ldirishda, maktab atrofini har xil daraxt va gullar ekib, ko'kalamzorlashtirish ishlarini yo'lga qo'yib, ota-onalar va rahbarlar oldida jamoa va bilim bo'limiga qarashli boshqa maktablar o'rtasida peshqadamlik qilmoqda. Muzaffar Umarov Qorachiq umumiy o'rta maktabiga direktor bo'lib kelganidan buyon maktabda yaxshi tomonlarga o'zgarishlar sezilmoqda. Maktab yangi o'quv yiliga har yili qizg'in tayyorlanib, ta'mirlash ishlarini olib bormoqda. Hashar yo'li bilan 10 metrlik qo'l quduq qazib, suv chiqarib berishi, shaxsan qahramonimiz o'zi 18 tonnalik suv ombori qurib, maktab hovlisidagi yangitdan o'tkazilgan barcha gul va daraxtlarni sug'orib, maktab chiroyiga yana go'zal chiroy qo'shish ishlari olib bormoqda. Yangidan bog'lar barpo etilib, maktab binosi ko'm-ko'k manzara o'rtasida qad ko'tarib turibdi. Mana bu yil maktab atrofi to'lig'icha zamonaviy temir panjara bilan o'rab mustahkamlandi. Hozirgi kunda maktab o'qituvchilari o'z bilimlarini mustahkamlash uchun malaka oshirish kurslarida o'z fanlaridan borib o'qib kelishi, yangi texnologiya usulida o'quvchilarga bilim va tarbiya berishi natijasida maktabdagi o'quvchilar yaxshi yutuqlarga ega bo'lmoqda. Har yili o'quvchilar oltin belgi sohiblari bo'lib, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishda rayonda oldingi qatorlarda borishmoqda. Muzaffar Umarov o'quvchilari maktabni va oliy o'quv yurtini bitirib, har bir o'quvchisi mustaqil hayotga qadam qo'yib, Qozog'istonning iqtisodini rivojlantirishda tinmay mehnat qilib, xalqning olqishlariga sazovor bo'lmoqda. Oliy toifali o'qituvchi, pedagog, ikkinchi darajali direktor, menejer, Qozog'iston Respublikasi Turkiston viloyati Sauran rayoni Amanat partiya a'zosi va Qorachiq qishloq Amanat partiya tashkiloti rahbari. Bir necha bor qishloq saylov bo'limida boshchi lavozimlarda va qariyb 45 yildan buyon maktab o'quvchilariga ta'lim va tarbiya berib kelayotgan Muzaffar aka Umarovning har bir o'z bilim va tajribasini sezgan bilim sohalariga oid tashkilotlar maqtov qog'ozi hamda tashakkurnomalar va bir necha medallar bilan taqdirladi. Jumladan 2013-yili bilim beruv ishining a'lochisi, 2016-yili Qozoq xalqining ilg'or ustozi, 2017-yili Oltin sarin medali, 2018-yili Kasaba Soyuz tashkilotiga mehnati singan medali, 2021-yili TMDning ilg'or pedagogi medali, 2021-yili Qozog'iston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligiga atab o'tilgan Qozog'iston Respublikasi faxriy fuqarosi nomli tanlovda qatnashib, bilim o'rganiyati Milliy innovatsiyalik ilmiy tadqiqot markazining Qozog'iston Respublikasi faxriy fuqarosi degan ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Muzaffar aka Umarov oilasi ziyolilar oilasi bo'lib, umr yo'ldoshi Gulchehra opa bilan bir sohada va bir joyda ishlab, 2 o'g'il va 1 qizni dunyoga keltirib, tarbiyalab, o'qitib, voyaga yetkazdi. Hamda ular oilada muqaddas ota-ona nomiga sazovor bo'ldilar. Farzandlaridan katta o'g'li Abrorjon o'z oilasi bilan Nasiba kelin bilan Kentau shahrida shifokor bo'lib ishlaydi. O'g'illari maktabda va bog'chada a'lo baholarga o'qib tarbiyalanmoqda. Ikkinchi o'g'li Ahrorjon Qorachiq o'rta maktabida pedagog tashkilotchi. Uning umr yo'ldoshi Dilmira esa Qorachiq qishloq shifoxonasida hamshira bo'lib ishlaydi. Farzandlari esa Qorachiq umumiy o'rta maktabida a'lochi o'quvchi, kichkinalari qishloq bog'chasida tarbiyalanmoqda. Kenja qizi Shahnoza ham hamshira bo'lib, birlik ambulatoriyasida ishlaydi. Farzandlari maktab va bog'chada o'qib tarbiyalanmoqda. Hozirgi kunda 3 ta farzanddan 10 ta nabiraning bobosi. Muzaffar aka oilada mehribon ota, vafoli yor, jajji nevaralarning suyukli bobojonisidir. Bu inson bo'sh vaqtlarida dehqonchilik, chorvachilik va bog'dorchilik ishlari bilan shug'ullanadi. O'zining uy xo'jaligidagi bog'i
turli xil mevali daraxtlarga boy. Manglayda bo'lsa ham ajinlar qator, yoshligim ketmaydi xayoldan zinhor. Farzandlar kamolin ko'rib quvansam, nevaram eslatar yoshligim takror. Beg'ubor bolalik, sho'xlik, erkalik, olislarda qoldi bebosh telbalik. Boshimga qo'nsa ham keksalik g'ubor, men seni izlayman, qo'msa bolalik. Bolaligim eslab o'yga tolaman. O'z umrimdan o'zim saboq olaman. O'tmishga sayohat qilganda xayol, sho'xliklarim eslab hayron qolaman. Gohida adashib, xatolar qilib, toshqinli soy kabi ko'pirib, toshib, yaxshi-yu yomonga e'tibor bermay, keldi-ku keksalik eshigim qoqib. Qahramonimiz Muzaffar aka bugungi kunda 63 bahorni qarshi olar ekan. U kishini tug'ilgan kunlari bilan mehmonlarimiz, maktab jamoasi, Usmon ota va Manzura aya avlodidan o'sib ungan barcha aka-uka, opa-singillar va ularning farzandlari, qarindosh urug'lari, kuyov kelinlari chin yurakdan muborakbod etishadi. Hurmatli Muzaffar aka, sizga uzoq va xayrli umr, qiziqarli hayot, abadiy yoshlik va cheksiz quvonch, mehr-muhabbat, ko'tarinki kayfiyat va baxtli kunlar doim hamroh bo'lsin. Sizga sog'lik, salomatlik, doimiy faollik va izchillik, o'z qadrini biladigan va misli ko'rilmagan ijobiy natijalarga erishish baxti nasib etsin. Siz qo'l urgan barcha xayrli ishlar muvaffaqiyat cho'qqalarini zabt etsin. Yaxshi kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Muzaffar aka, hech qachon og'rinmangiz. Har doim sog' omon bo'lib, Gulchehra opa bilan qo'sha qarib, farzandlar, nabiralar va chevaralarning baxt va kamolini ko'rib, birga yurishlikni Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. O'g'limiz alqomat, qizimiz gulyuz, hali nevaralar quchamiz biz ham. Hovlimiz to'riga ilib arg'imchoq, ularga qo'shilib uchamiz biz ham. Hali to'y qilamiz keladi kelin, qadoqli qo'llaring mayin bo'ladi. Uyg'onsang ko'chaga sepilgan suvlar, dasturxonda non choying tayin bo'ladi. Uy sotib olamiz kichik o'g'lingga. Unda bilim yaxshi, unda shaxt yaxshi. Mehmon bo'lamiz haftada, oyda, bunda huzur yaxshi, bunda gasht yaxshi. Soching oq bo'ladi, mening soqolim, uyimizday bo'lib ketadi. Biz bilan arg'imchoq uchgan nevarang bo'yimizday bo'lib ketadi. Chol kampir bo'lamiz, hassa tutamiz. Xudodan shu kunni so'radim bizga. Suyunchi pul beramiz yoshimga yet deb, nafaqa pulimiz keltirgan qizga. O'g'limiz tog' qatli, qizimiz gulyuz, hali nevaralar quchamiz biz ham. Hovlimiz to'riga ilib arg'imchoq, ularga qo'shilib uchamiz biz ham.
Allah'ım el tinchligiga, tan tinchligiga, elimiz tinch bo'lsin, har bir xonadonda yaxshilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, barakatlar bo'lsin. Buna dinimiz pensiya chiqayotgan kechida adushi demasin. Rabbi ja'alani min ummatilatimin zurriyati rabbana va taqabbal duo. Biroq ya yaxshilik bo'lsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Hurmatli, uzoq yaqindan o'zlarining qimmatli vaqtlarini ayab qilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Ana bugun Qarachiq qishlog'ining bitga tutar azamati, Ibroy Oltinsarning to's bergan egeri, pedagogik sohada ulkan yetishib kelayotgan pedagog zerttuvchi, er og'asi Muzaffar aka Umarov 63 yaşını qarshi olmoqdasizlar. Direktor bo'lgandan buyoqqa statistika bo'yicha bugungi kunda 216 o'quvchimiz grant egari. 38 o'quvchimiz oltin belgi egari bo'ldi. 18 o'quvchimiz üstlik attestatlarga dam oldi. Hozirgi kunda studentlar qatorida 32 studentimiz magistraturani o'qiyapti. 3 o'quvchimiz doktoraturani o'qiyapti. Bu albatta mana shu barchamizning hissamiz, shu bilan bir qatorda Muzaffar akaning katta bir eng avval Darun maktabi 108 bo'lganda 110da 5 balla biz birinchi o'rinni qo'lga kiritganmiz. Shularning barida bizning Muzaffar akam bizlar birga at solishgan. Kelесі құттықтау сөз кезегі Түркістан облысы кәсіп одақ ұйымының төрайымы құрметті Фатима ханым Рысбековаға беріледі. Сіз ағай ауданда белгілі директордың біреусіз. Мектептеріңіз аруақта тәртіпті, аруақта ұйымшыл, аузы біршілік, соның бәрі бірінші Құдай, екінші сіздің арқаңызда. Содан өте керемет жақсы көңіл күймен қарсы алып жатсыздар. Осының өзі біраз нәрсені көрсетеді. Яғни ауызбіршілік ынтымақ бар жерде тірлік те жұмыста болады деген сөз. Міне соның арқасында, сол ынтымақтың арқасында, сіздердің ауызбіршіліктеріңіздің арқасында осындай жетістікке жетіп, осындай директорлеріңізді құрметтеп, басшыларыңызды, көшбасшыларыңызды құрметтеп, міне зейнеткерлікке құрметтен шығарып жатсыздар. Сіздерге мынау өз атымнан, отбасымның атынан, мынау Мұзаффардың жолдасы ретінде, бірге істеген әріптесі ретінде, дос ретінде үлкен алғысым болсын. Кейінгі hayatında yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishga tilak bildiraman. Rahmat aytaman. Hayatınızdan, aldığınız hayatınızdan hem kızıqarlı olsun, feyizli öksün. Bu da kalasılar nebara, abralarının kızıqa, baktığa siz aman bulun. Müzaffer olsun, nafaka yaşı mübarek olsun, hanımlarınız yaşlılıklar olsun, toylar olsun. Elde жаңа Мейрамбек досыңыз айтып кеп, кешеде курсқа барды. Өз бұрынғыдан мақал бар өз.
ne dedi ona? Geçitten ta kabirgesi bilim al degen. Müzeffer şu kaidanı ustandan mı? Akmacan, Turan Merkez'in direktörü Meyran Bayman'a veriniz. Bu şirketin göre var, stoldasan bolduk degende, herkesin bolduk degende, herkesin de sonday. Gerek, tecrübe bile bölüşüp gerek degen oy. Bu için kendiniz sağ olsun. Kendinizde ömürleriniz var ki, andibeler, kızıkçılıklı görünüsler. Yine bayramımızda, bayramlar yaşıklar degende, Katarımızda koşullarımız var. Ben de yana bir özür Sauran Tumanı Özbek Etno Medeniyet Birleşmesi Reisi Turg'anbay Isbek ağamızın namıdan qutluktav xat var. Yana qo'shimcha birleşme a'zolari nomidan arzimas sovg'amiz bor. Topshirib qo'yishga ruxsat bersangizlar. Bana mektepte birge işledik, hem dost bulduk, maslahatlaştık. Uşadığım payda uçtuk. Bir kabinette oturup birge Umre seferler kutlu olsun, tebrikleyelim dostum. Aman ol, sağ ol. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli mana hurmat qilib kelgan mehmonlar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Barchalaringizga rahmat, kelganingiz uchun.